2025-yil 5-iyun kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari va 2025-yilda muborak haj safariga borgan O'zbekiston hojilarining Prezident Shavkat Mirziyoyevga Qurbon hayiti munosabati bilan yo'llangan tabriklarida ilgari surilgan yangi O'zbekistonning tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari bo'lamiz tashabbusiga asosan O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda diniy ishlar bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi 2026-yil 9-aprel kuni Farg'ona viloyati Rishton tumanida o'tkazildi. Tadbirni O'zbekiston musulmonlari idorasining Farg'ona viloyati vakili, viloyat bosh imom xatibi Ubaydulloh domla Abdullayev olib bordi. Rishton tumani Zohidon masjidida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishga viloyat vakilligi mutaxassislari, tajribali imom xatiblar hamda Rishton tumanidagi masjid imom xatiblari, imom noiblari hamda Haj 2025 ziyoratchilari taklif qilindi. O'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda tajribali imom xatiblardan tarkib topgan ishchi guruh tuzilib, vazifalar taqsimlandi. Ubaydulloh domla amalga oshiriladigan ishlar ko'lami, ishchi guruh a'zolari hamda imom xatiblar hamkorligining muhim jihatlarini tushuntirib o'tdi. Ishchi guruh 3 yo'nalishda ish olib borib, unda quyidagilar amalga oshirildi. Ishchi guruh a'zosi hamda imom xatiblar o'zlariga biriktirilgan mahalla hududidan haj ziyoratiga borib kelgan hojilarni ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga jalb etdilar. Birgalikda mahallaning eng kamida 5 tagacha muammoli xonadonlariga kirib, u yerda yashayotganlardan hol ahvol so'radilar. Ularning muammolarini o'rgandilar, fikr mulohazalarini tingladilar. Imom xatiblar 7 toifaga mansub 45 ta oilaga kirib, ma'naviy ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. Er-xotin, aka-uka, qaynona kelinlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar va murosasizliklar sababli notinch bo'lib turgan 5 ta oila o'rganilib, ularga oila va nikohning muqaddasligi, farzand omonat ekani haqida nasihat qilindi. 3 ta holatda arazlashgan, janjallashganlar yarashtirilib, murosaga keltirildi. 4 ta xonadonda ichkilikka ruju qo'yganlar bilan suhbat o'tkazildi. Zararli odatlardan saqlanish to'g'risida tushuntirildi, nasihat qilindi. 2 ta xonadonda ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lganlar bilan suhbat olib borildi. Ularni qiynab kelayotgan savollarga javob berildi. Ruhiy, ma'naviy barqaror bo'lish yuzasidan tavsiya va maslahatlar berildi. Bundan tashqari nogiron va xastaligi bo'lgan, ehtiyojmand fuqarolar, tabarruk yoshdagi qariyalar yashaydigan 34 ta oilalarga kirilib, ulardan ko'ngil so'raldi, sovg'a salomlar berildi, davolanish va dori-darmon uchun moddiy yordam ko'rsatildi. Shuningdek, tumanning Amrobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi va quzini yo'qotgan 2 nafar farzandi bor onaning oilasiga qurib berilayotgan xonadonga borib, u yerda olib borilayotgan ishlar bilan tanishildi. Kelgusida amalga oshirish kerak bo'lgan ishlar haqida maslahat va tavsiyalar berildi. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha masjid faoliyati o'rganildi. Jumladan ustav asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlari ko'rib chiqildi. Hamda imom xatib boshchiligida masjidlar jamoalarining faoliyatiga ijobiy baho berildi. Tadbir davomida Yashil makon umummilliy dasturi doirasida Zohidon masjidi hududidagi bo'sh maydonga manzarali ko'chatlar ekildi. 3-chi yo'nalish bo'yicha ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan jamoatga jamiyatdagi salbiy illatlar, dabdabavozlik va isrofgarchilikni oldini olish, xayrli ishlarda hamkor bo'laylik, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish odobi, inson qadri ulug', yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, qo'shnichilik odoblari, yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir, farzand tarbiyasi mas'uliyatli vazifa, tinchlik qadri, oila muqaddas dargoh kabi dolzarb mavzularda ma'ruza qilindi. Yurt tinchligi, xalq farovonligini tilab duo qilindi.